Qozog'iston hududida yashagan aholi, bugungi qozoqlar, o'rta asrlardagi qipchoqlar, undan ham nariroqqa borsak, o'sha turkiy ko'chmanchi turklar, o'sha skif madaniyatini, skiflar esa o'zidan oldingi o'sha yerdagi Bo'tay yoki Andronov madaniyatini davom ettirgan, madaniy tomondan bir-biriga bog'liq, bir-biriga merosxo'r bo'lgan aholi ekanligini ayta olamiz. Masalan, shu qadimgi Rim yoki Yunon manbalarida Skifiya aholisi o'sha yilqi suti, ot suti ichishi yoki ya'ni qimiz deb aytishadi, yoki o'sha ot etini yeyishini yoki umuman ko'chmanchi chodirlarda yashashini, urf-odatlarini qozoqlar, qipchoqlar va turklar orqali, ya'ni turklarning, qipchoqlarning, qozoqlar bugungi avlodi, urpoqlari, lekin o'sha madaniyatni, skif madaniyatining davomchilari deb ayta olamiz. Madaniy jihatdan davomchi, ya'ni til, lingvistik tomondan ularning merosxo'ri, meroschisi deb aytishga hozircha erta, biroq o'sha madaniyatini to'g'ridan to'g'ri davom ettirgan aholi sifatida bilinadi.